Ichki organlarning qonlanish sistemasini har bir shifokor bo'laman degan talaba o'rganishi kerak. Bu ko'rib turganingizdek, bugun ko'krak va qorin aortalari haqida gaplashamiz. Dastlab ko'krak aortasi. Yodinglarda bo'lsa, chap qorinchadan aorta chiqar edi va 3 qismdan iborat edi. Ko'tariluvchi qismi ascendens, arcus yoyi qismi hamda descendens qismidan iborat edi. Descendens qismi ikkiga bo'linar edi. Pastga tushgandan so'ng ko'krak aorta qismi bu 3-chi ko'krak umurtqasidan 12-chi ko'krak umurtqasigacha davom etadi va u yerda diafragmada joylashgan hiatus aorticus, ya'ni aorta teshigi orqali pastga o'tganda diafragmadan qorin aortasi boshlanar edi. Ularning asosiy vazifasi o'sha orqa tarafdan ko'krak qafasini yon va orqa tomondan qon bilan ta'minlash, umurtqa pog'onasi, miya pardalari, diafragma hamda o'pkalarga qon berishdan iborat bo'ladi. Bu aorta taratsiskani vazifasi. Va uni bir qancha tarmoqlari bor. Birinchi tarmog'i arteria intercostalis posterior tarmog'i edi. Va bu 3-chi qovurg'a hidlaridan 11-chi qovurg'agacha bo'lgan sohani orqa tomondan qon bilan ta'minlaydi va oldingi, ya'ni arteria intercostalis anterior bilan arteria thoracic internadan chiquvchi anastomoz hosil qiladi. Yodinglarda bo'lsa, boshidagi birinchi, ikkinchi qovurg'alarni orqa tarafdan qon bilan ta'minlanishda subklavian arteriyasidan chiqar edi. Va ikkinchisi esa arteria phrenica superior, ya'ni diafragmani yuqoridan qon bilan ta'minlovchi tarmog'i hisoblanadi. Endi visceral tarmoqlar, alohida chiquvchi tarmoqlarga o'tamiz. Sizlarga savol, o'pka qonni qayerdan oladi degan savol berishadi ko'pincha. Juda ko'p kishi xato qiladi. Ya'ni esinglarda bo'lsa, o'pka arteriyasi chiqadi, o'pkaga boradi va o'shanda karbonat angidridni olib borganda, kislorod olganda o'shanda birdaniga o'zi kisloroddan foydalanadi deb ko'p kishi adashadi. Yo'q, unaqa emas. O'pkalarni o'zini qon bilan ta'minlanishi rami brachialis tarmog'i bilan bog'liq bo'ladi. Aortadan chiquvchi u o'pka to'qimasi, bronxlar va plevralarni qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Odatda rasmda ko'rib turganinglar chap tarafdan ikkita tarmoq chiqadi, o'ng tarafdan esa bitta tarmoq chiqadi. Keyingi tarmog'imiz bizda rami esophagealis tarmog'i hisoblanadi. Nomiga muvofiq qizil o'ngachning ko'krak qismini qon bilan ta'minlashda qatnashadi. Uchinchisi esa rami perikardiaka, ya'ni yurakning xaltasini qon bilan ta'minlanishda qatnashuvchi tarmog'i hisoblanadi. Oxirgisi esa rami mediastinalis bo'lib, ko'ks oralig'idagi a'zolarni qon bilan ta'minlashda ishtirok etadi. Endi aorta abdominalisga o'tamiz. Qorin aortasi yodinglarda bo'lsa, diafragmadan hiatus aorticus sohasidan o'tgandan so'ng qorin aortasi boshlanadi degan edik. U 12-chi ko'krak umurtqasiga to'g'ri kelib, to 4-chi bel umurtqasiga kelguncha aorta abdominalis davom etadi va o'sha sohaga ikkiga ajraladi, oyoqlarga tomon ketuvchi va o'sha sohadagi barcha ichki organlarni qon bilan ta'minlashda qatnashadi. Va ularda ham bir qancha tarmoqlar bor. Dastlab parietal tarmoqlar haqida gaplashamiz. Birinchisi arteria phrenica inferior, diafragmani ostki tomondan qon bilan ta'minlovchi tarmoq hisoblanadi. Va o'z navbatida esinglarda qolsin, arteria phrenica inferiordan bitta tarmoqlar chiqadi va bu buyrak usti bezini yuqorgi tomondan qon bilan ta'minlaydi va bu arteria suprarenalis superior dextra hamda arteria suprarenalis superior sinistra tarmoqlari bo'ladi. Eslab qolinglar, bitta tarmoq ketdi. Keyingisi esa arteria lumbalis. Ikki tomonga qarab 4 juft arteriyalar chiqadi va o'sha orqa mushaklarni, qorin mushaklarini qon bilan ta'minlashda qatnashadi. Va 3-chi tarmog'imiz esa arteria sacralis mediana. Arteriya bifurkatsiya bo'lgan sohada 4-chi bel umurtqasida pastga qarab yo'nalib, dumg'asi hatto dum qismigacha yetib boradigan tarmoq bo'ladi. Xo'p, endi qorin aortasining juft visceral tarmoqlari haqida gaplashamiz. Birinchisi arteria suprarenalis media tarmog'ini ko'ryapsiz. Endi bu ikkinchi tarmoq bo'lyapti, buyrak usti bezini ta'minlaydigan. Chiqyapti-da, to'g'ridan to'g'ri borib buyrak usti bezini qon bilan ta'minlayapti. Va keyingisi arteria renalis tarmog'i buyraklarga tomon ketadigan tarmoq hisoblanadi va bu birinchi bel umurtqasida o'sha ikki tomonga yo'naladi, buyraklar tomonga to'g'ri burchak hosil qiladi va hattoki o'sha buyraklardan ham buyrak ustiga ketadigan yana bitta arteriya bor, arteria suprarenalis inferior tarmog'i bo'ldi. Demak, 3 ta tarafdan
buyrak usti bezi qon bilan ta'minlandi. Va erkaklarda arteriya testikulyaris mayaklarni qon bilan ta'minlaydi, ayollarda arteriya avarika tuxumdan arteriyasi bo'ladi va bular ikkalasi ham juft tuzilgan bo'ladi. Endi biroz buyrak arteriyalariga to'xtalamiz. Arteriya renalis sinistra tarmog'ida ko'rib chiqamiz. Esinglarda bo'lsa, birinchi bel umurtqa tarmog'ida chap tarafga yo'naladi, to'g'ri burchak hosil qilib va yo'nalganda ikkita shox hosil qiladi. Ramus anterior oldingi tarafdan shoxlanadi, ramus posterior orqa tarafini buyrakdan shoxlanib qon bilan ta'minlaydi. Ramus anteriorda o'zi ham to'rtta tarmoq hosil qiladi. Birinchisi segmentlar bo'yicha arteriya segmenti superior, ya'ni yuqorgi segmental arteriya, pastki segmental arteriya, arteriya segmenti inferioris, oldingi yuqori segmental arteriya, arteriya segmenti anterior superioris va pastki oldingi arteriya segmenti anterioris inferior tarmog'ini hosil qiladi. Biz mana to'xtadik, segmental arteriyada to'xtadik. Endi davom etamiz. Segmental arteriya o'z navbatida arteriya labaris tarmoqlariga o'tadi. Kichik bo'lgan va ular bitta buyrakda o'sha 15-20 tacha arteriyani hosil qiladi va ular o'z navbatida arteriya interlabaris, ya'ni bo'laklar aro arteriyalarni hosil qiladi va bu piramidalar yon tarafidan o'tadi. Ular keyinchalik esa oldingi tarafiga o'tib arteriya arcuata yoysimon arteriyalarni hosil qiladi. Mana oldiga o'tyapti, yoysimon arteriyani hosil qilyapti. Xo'p, keyinchalik esa bular arteriya interlabulyaris bo'lakchalar aro arteriyalarni hosil qiladi. Ko'stoq tomoniga qarab. Buni bittada tushunib olsanglar, umrbod esinglarda qoladi. Va bundan tashqari yana ikkita tarmoq bor. Biz boya buni oldin gaplashdik. Arteriya suprarenalis inferior, buyrak usti beziga qarab ketadigan tarmog'i bor edi, 3-tarmog'i va bundan tashqari ureterni qon bilan ta'minlovchi tarmoq ham bor va bu rami ureterika deb ataladi.